Sizdagi stress holatlaringiz autoimmun kasalliklarga sababchi bo'lishini bilarmidingiz? Bular bo'lishi mumkin qalqonsimon bez kasalliklari, psoriaz, ekzema, skleroz, birinchi tipdagi diabet, shunga o'xshash kasalliklar. Aynan bu kasallikda organizm immun tizimi o'zini hujayralarini begona deb taniydi va ularga qarshi hujum qiladi. Bunaqa holatlarda men dietolog sifatida asosan ichaklar faoliyatiga yaxshiroq e'tibor berishingizni tavsiya qilaman. Chunki aynan bizning immunitetimizni 70-80% ichaklarda hosil bo'ladi. Birinchisi, tanangizga mos keladigan suvni iliq holatda iching. Ikkinchisi, ko'proq fermentlangan mahsulotlardan iste'mol qiling. Bu bo'lishi mumkin kimchi, kvashniy kapusta, kefir, qatiq va yogurt. Uchinchidan, prebiotiklarni ko'proq iste'mol qiling. Bular bo'lishi mumkin banan, sarimsoq va piyoz. Bu mahsulotlar ichakdagi foydali bakteriyalarni ko'paytiradi, immun tizimini tinchlantiradi va uni to'g'ri ishlashida yordam beradi. Ma'lumoti foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib, doim stressda yuradigan yaqiningizga bu videoni jo'natib qo'ying.